Odamlarni gapiga tupurdim dema singlim. Odamlarni gaplariga qarab yashama, to'g'ri, lekin shu gapni hayotda shior qilib olma. Chunki bu gapni hozir ko'p qizlar vijdonini aylanib o'tib o'zini aldash uchun ishlatyapti. Men o'z bilganimcha yashayman deyapti. Va shu gap bilan hamma narsani o'ziga to'g'ri qilib olyapti go'yo. To'g'ri, hozir yoshsan. 18 yoshda, balki undan ham yoshdirsan. Lekin ertaga bu yoshda bo'lmaysan singlim. Bugun bu chiroying bor, to'g'ri. Lekin bu chiroying ham o'tadi singlim. Bugun sen uchun hamma narsaga tayyor bo'lganlar, kerak bo'lsa ertaga seni tanishmaydi ham. Shoxdan shoxga o'tib yurish bu erkinlik emas. Qo'lma-qo'l bo'lib yurish esa zamonaviylik emas. Oxiri nima bo'lishi aniq-ku. Hurmatingni, qadringni va eng yomoni qiymatingni yo'qotasan. Men seni odamlar nima deydi deb qo'rqib yashashingni emas, balki o'zingni saqlab yashashingni xohlayman singlim. Odamlarning gapidan emas, Allohdan, ota-onangdan, o'zingdan uyalib yasha singlim. Oila senga to'siq emas. Oila seni qadrli qiladigan joy. Bugun odamlarning gapiga tupurdim deb haddidan oshgan qizlar ko'paydi. Shuni unutmaginki, odamlarga tupurdim deb nafsiga qul bo'lganlarga oxir oqibat hayotni o'zi tupurgan bo'ladi.